Assalomu alaykum obunachilarimiz. Yana mana bitta obyektimizni Xudo xolasa Andijon shaharida, Andijon shahar Bo'stonda yakunlab beryapmiz. Mana ko'rib turganinglardek o'ta chiroyli, Xudo xolasa sifatli qilib beryapmiz. Kimgaki shunaqa dizaynlarda xizmatlar bo'lsa, bemalol Xudo xolasa nomerlarimiz ekranda qoldirib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. Sizlardan bir dona pardashga, bir dona lak tugmachalarni bosib gumillatib tursanglar, Xudo xolasa mana ko'rib turganinglardek mana tashqi burchak, ichki burchaklarimiz ham Xudo xolasa chiroyli bo'lib bityapti. Obunachilar, bu ishimiz общий 140 kvadratcha bo'lib bityapti. Xudo xolasa kimiki shunaqa telefondan xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana ko'rib turganinglardek burchaklarimizni ham katta qilib, Xudo xolasa chiroyli qilib inshaalloh chiqarib qo'ydik. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab obunachilar. Moskvada musofirdagi aka-uka opa singillarimizga telegramlarimiz bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa mana ko'rib turganinglarda bu alkafon fasonimizda qilib berdik. Shapkalarimizni ham Xudo xolasa oqqa shikalat rangida foydalanyapmiz. Bu esa robotxonamiz obunachilar. Do'ppilarimizni, ichki do'ppilarimizni qo'ydik. Xudo xolasa ishimizga tunikamizga 12 yil garantiya beramiz obunachilar. Haliga bilagilar 20 yilda ish boryapti. Lekin bizda tunikamizda 12 yilga doğru dogovorimizda 12 yilga doğru keladi obunachilar. Xudo xolasa ishimizni ko'ringlar, baho beringlar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Xizmatlar. Shunmi? Qalinligi 0.37 lik qalinlikda narxini 135 ming so'mdan qilib beryapti shu xonadonni. Xudo xolasa o'ta go'zal bo'lib chiqyapti. Tashqari shapkalarimiz ham bor. Xudo xolasa inshaalloh bugun yakuniga borib qolamiz degan umidamiz. Tashqarini ham ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Xudo xolasa mana obunachilar, bu esa tashqari shapkamiz eni 40 sm chiqqan. 40 sm-ga obunachilar shu fasonimizda bir ko'rib baho beringlar. Figuramizni oldiga chiqarganmiz 15 peshanamizga. Xudo xolasa o'ta idealniy bo'lib bityapti. Xudo xolasa shu joylarimizni ham ashparalarni qilib o'raymiz. Xudo xolasa bugun yakunlashga harakat qilyapmiz. Mana ko'rib turganinglardek mana robotxonasiga doğru qilib, chiroyli qilib, ashpa qilib o'rab olamiz bu joylarimizni. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ladi. Nomerlarimizni yana aytib o'taman, ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi do'stlar. Shunaqa kimgaki xizmatlar bo'lsa, telefondan sizlar xohlagan fasonlarda Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.